Sumkalarni to'g'ri tanlashingiz uchun 3 ta tavsiya. Sumkalarni tanlayotganda birinchi o'rinda ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa nomini, brend nomini ko'rsatilmaganligi. No name deyiladi. Bu masalan mana bu yerda hech qayerida brend nomi krичащий bo'lib birinchi planga chiqayotgani yo'q yoki mana bunday sumkalar hech qayerda brend nomi yozilmagan va bu sumkalar sizni obrazingizni boyitibroq ko'rsatadi. Ikkinchi qoida bu uning fasoni yoki formasi. Mana bunday kichik hajmdagi sumkalar bugungi kunda hozir aktual sumkalar va bu sumkalarni uzunroq bog'ichi bilan через плечо deymiz, yelkadan o'tkazib ham ko'tarish mumkin. Asosiysi bu 17 yoshdan boshlab 50 yoshli ayollarimizga ham to'g'ri kelaveradi. Uchinchisi bu ularning ranglari. Neytral rangdagi sumkalar bugungi kunda aktual. Umuman ko'zga tashlanadigan o'ta yorqin ranglardan ehtiyot bo'lish bu bizni obrazimizni boyitibroq ko'rsatadi. Pulingizni tejash va o'zingizni to'g'ri imijingizni topish vaqti keldi. Bizni My Image magazinimizga tashrif buyuring. Biz sizga eng munosiblarini tanlab beramiz.